Oyog'ingiz panjasi tanangizni asosiy poydevori. Agar u zaif bo'lsa, sizni butun tanangizni bosimi dastlab tizzalarga, songa va hatto belga tushadi. Shuning uchun hozir men sizlarga ko'rsatadigan, ertalab qiladigan 5 daqiqalik mashqni bajarib yursangiz, oyoqlaringiz sizdan juda ham xursand bo'ladi va albatta har hafta payshanba kuni sizga osh damlab beradi. Birinchi mashq: oyoq panjasini barmoqlarini qattiq yopib ochish. 1 minut. Ikkinchi mashq: oyoq uchiga turasiz, joyiga tushasiz. Oyoq uchiga turasiz, joyiga tushasiz. 1 minut. Uchinchi mashq: ikkala oyoqni tagi bilan yerga tip yengil bosim bilan 1 daqiqa urib turasiz. Keyingi mashq: yerga bir dona qalamni yoki ruchkani tashlab, oldin bir oyog'ingizni, keyin ikkinchi oyog'ingizni har birida 10 marotabadan oyoq barmog'ini oralari bilan oyoqni o'zi bilan ushlab, tepaga ko'tarib qo'lga olasiz. Yana tashlab, yana ushlab oyoq barmog'i bilan tepaga ko'tarib qo'lga olasiz. 1 daqiqa har bir oyoqqa yetarli. Va shuning bilan mashqni oyoq panjasini dastlab ichkariga, keyin esa tashqariga 1 minutdan aylantirasiz. Va qarabsizki, bitta kompleks ajoyib oyog'ingiz uchun mashqlarni bajardingiz. Buni natijasida oyog'ingiz sizga shunaqa rahmat aytadi, qon aylanishi yaxshilanib ketadi. Oyoq og'riqlaridan asta-sekin forig' bo'lishni boshlaysiz. Oyoqni muskullari chidamli va kuchli bo'lishni boshlaydi. Yurishingiz ravon hamda tetik bo'ladi. Keyinchalik oyoqdagi muammolar, tizza artrozi, artriti kabi kasalliklardan o'zingizni yiroqlatasiz. Mashqlar sizga yoqqan bo'lsa, endi bir kelishib olaylik. Kommentariyaga, izohlarga bu mashqlarni men bajarishni boshlayman deb va'da berib yozib qo'yasiz endi. Хорошо? Keyingi lavhalarda ko'rishguncha semirib ketmang. Poko!